Oshnam qiz. Go'sht bersa yeb, suv bersa ro'zalar Qo'shni, uylaringizda kimdir bormi? Ha, hamsaga yana nima kerak? Xomirlagan kerakmi? Yo, ikkita non so'rab chiqdingizmi? Yo, inangni erini so'rab chiqdim. Xotinimni so'rab chiqdim, maylimi? Hamsiyani qizi ekaman deb zipillab kelaverasanmi? Voy, o'lmasam bora qo'y qizim. Xotining qo'shni uyda ishlar zovushni bo'layotganda buyog'i. Astamanu. Ha, ovqat go'shini ko'tarib qo'yga. Ayamlar ro'za tashib tashib keling. Ayanglar ro'za bo'lsa biz ko'zamizmi? Ha, bizlar ham go'sht yegimiz keladi. Sizlarga shidirish sho'rasida qoldirdim. Ayamam toza sotdi. Hamsiyani qizini jaqingina 8 moshinam arzon bo'ladi, chertda uylan olibman. Arzon narsa baribir arzon bo'layotganda. Onang, imgir bu hamsiyalar to'g'ini dasta agarat qilinmas ekanmizda. Nima bizlar to'g'larga tashlatyapsiz? O to'g'lar sizlarga bo'lsa mana agarat kimniki? Hamsiya qizini o'zi adashdim-da. Nimaga? Hamsiya bilan suv talashib, mana katangiga to'g'lar dastam urishib qolsam. Sen qaysi tomonda bo'lasan? Masalan, 1 yillab gaplashmay ketsak, sen bizlar bilan gaplashmaysanmi yo uyingdagilar bilan gaplashmaysanmi? Ya, muncha qiyin. Ha, yupishim qayg'a. Qachon qarasa ayangnikidasan. Seni bu yoqqa chaqirgandan ko'ra o'zim sizlarga borib yashayman. Qoch. Endi hamsiya bo'lgandan keyin shu-da. Yomon qo'shnidan ko'chib qutulasan deydi. Sizlardan ko'chib ham qutulmaykanman-da. Qo'li qiyshiq shetibani tut qilasanmi? Yo'q, onangni. Chaqirdingizmi kuyov? Ha, onasi desa qo'shni qiziga uylansak, enangnikiga ket deyish oson ekan. Shu enangni deyish qiyin bo'lar ekanda. Elchichi.